O'sh shahar Ichki ishlar boshqarmasining 10-bo'limi xodimlari avval olingan ma'lumotlar asosida tezkor tekshiruv ishlarini olib borib, natijada giyohvand moddalarni noqonuniy saqlayotgan va sotayotgan 5 nafar fuqaroni qo'lga olishdi. Bu haqda Ichki ishlar ministrining O'sh shahar va O'sh oblasti bosh boshqarmasi matbuot kotibi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, Matiz rusumidagi avtomobil tintuv qilinganida o'tirg'ich ostidan 2 gram geroin, og'irligi 383 gram bo'lgan gashish giyohvand moddasi topilgan. Bu fakt bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat va jazo kodeksining 246-moddasi 3-bo'limi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qo'lga olinganlar O'sh shahar Ichki ishlar boshqarmasining vaqtinchalik qamoqida saqlanmoqda. Shahar hududidagi munisipal yerlarni odamlarga sotish 2016-yil oxirigacha to'xtatildi. Bunday qaror shahar hukumatining ozayib borayotgan yerlarni saqlab qolish maqsadidagi taklifi bilan 29-iyunda shahar kengashi sessiyasida qabul qilindi. U 1-iyuldan boshlab kuchga kirishini shahar kengashi raisi Nurg'azi Nishonov ozodlikka bildirdi. Biroq shaharga ko'p qavatli imorat yoki bola bog'chasi, maktab qurishni taklif qilgan investorlar uchun qaror to'sqinlik qilmaydi. Ularga yer sotishga ruxsat beriladi. Jalolobod shahar kengashi o'tgan yil ham 1 yillik mana shunday moratoriy kiritgan edi. Hozir O'sh shahrida 3 gektarga yaqin yer uchastkalari qolgan. Milliy statistika komiteti Ichki ishlar ministrining ma'lumotiga ko'ra xabar qilganidek, poytaxtda yil boshidan beri 3900 dan ortiq jinoiy ish qayd etilgan. Bu raqam o'tgan yilga solishtirganda 700 taga ko'p. Jinoyatning o'sishi bo'yicha 2-o'rinda Chuy oblasti turadi, keyin esa Jalolobod oblasti egallaydi. Mamlakat bo'yicha yil boshidan beri 12 mingdan ortiq jinoiy ish qayd etilib, jinoyatlar o'tgan yilga nisbatan 13% ga o'sgan. Qayd etilgan qonunbuzarliklarning yarmidan ko'pi o'g'riliklardan iborat. Og'ir jinoyatlar esa umumiy ko'rsatkichning 2% ni tashkil etgan. O'sh oblastidagi maktablarda ko'p tilli bilim berish dasturining asosida seminar bo'lib o'tdi. Uning maqsadi davlat hamda rasmiy tilni rivojlantirish bilan birga o'smirlarni tolerantlilik ruhida tarbiyalash bo'lib hisoblanadi. Seminarga oblast maktablarida o'qituvchilar ishtirok etib, ko'p tilli bilim berish tizimi haqida ma'lumot olishdi. Batafsilroq keyingi lavhamizda. Ko'p tilli bilim berish dasturini keng ommaga e'lon qilish uchun O'sh shahar hamda O'sh oblasti maktablarining o'qituvchilariga seminar trening o'tildi. Bu loyiha Qirg'izistonda ko'p tillilikni rivojlantirishga, orada iliq munosabat yaratishga, ayniqsa etnik ozchiliklarning jamiyatga faol aralashishiga, ular huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilgan. Бұл көптеген мамлекеттердегі көптеген жылдар бойы ішке ашып, өзінің жемішін беріп келген. Мисал айтсақ, Канадада, Латвияда, жана башка көптеген мамлекеттерде, мына қошналаш мамлекеттерден біз мына пример қатары Қазақстанды алсақ болады да. Себебі біздің мына ушул көптілділікке мұқтаж бар екенін бүгін әрбір адам жақсы түшінеді. Біздің келешегіміз үшін сөзсіз тілді, официалдуу тілді өздөштүрүшүбүз керек. Же болбосо бир нече башка тилдерди жаштарыбыз өздөштүрүш керек. Berilgan arizalar hamda ota-onalar, o'quvchilar, o'qituvchilar orasida tashkil etilgan so'rovnoma yakunida Qirg'izistonda ko'p tilli bilim berish usulini kiritish zarurati bor degan natija chiqarish mumkin. Айталы, мектепти бүткөн окуучу бир нече тилди билүү аркылуу алар башка өлкөлөрдөн билим алууга, андан сырткары эгерде кайсы бир тармакты жетектеген болсо, же болбосо кайсы бир тармакта эмгектенген болсо, ошол тармакка инвестиция тартууну жана ошондой эле бул көп тилдүүлүктүн жыйынтыгы менен алар бир топ ийгиликтерди багындыргандыгын биз кээ бир жыйынтыктардан улам билебиз. Муну башка айрым өнүккөн өлкөлөрдө ишке ашырып келген. Mazkur loyiha amalga tatbiq etila boshlagandan keyin O'sh shahridan 3, O'sh oblastidan 10 maktab aralash tipdagi maktabga aylantiriladi. Hozirda mazkur usulda o'qitilayotgan maktablarda ijobiy natijalar sezila boshlagan. Kollektivdagi ota-onalardagi yaxshi ma'nini kutib oldi. Себебі mamlakatimiz Qirg'iziston, ana tili qirg'iz tili. O'shandaqdan qirg'iz tilin boyagi o'quvchilar qirg'iz tili sabag'ында jumasini 2-3 soatda o'shanday dengelde taqdani yaxshi o'rgana olmaydi. O'shandaqdan biz qirg'iz tili sabag'idan sirtqari matematika, biologiya, tarix o'sha siyaqti predmetlarni dag'i qirg'iz tilida o'qituga mana shu proyektning negizida harakat jasatamiz. Bu ayavay yaxshi jemish berib atadi. Mazkur loyiha UNICEFning moddiy ko'magida amalga oshirilmoqda. Loyiha tashabbuskorlari o'lkaning boshqa hududlarida ham bu kabi seminarlarni bo'lib o'tishini ma'lum qilishdi. Hilola Azimova, Adina Do'stinbetova, Azam Buzrikov, Untumoq.
Issiqko'lda mol o'g'irlashda gumon qilingan fuqaro qo'lga tushganini Issiqko'l oblast ichki ishlar boshqarmasi bildiradi. Ma'lumotga ko'ra, joriy yilning aprelida Tong rayonining Kutokoy hududida mol o'g'irlash bo'yicha 2 fakt aniqlangan. Ko'kmo'ynoq qishlog'ining bir yashovchisining 9 bosh qoramolini o'g'irlab, ikkinchi turg'unning 5 ta qo'yini haydab ketgan. Bu ikki vaziyat bo'yicha Tong rayon ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Jinoyat va jazo kodeksining 165-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. 2,5 oydan keyin militsiya xodimlari mol o'g'rilarining iziga tushishdi. Bu odamlar mol o'g'irlab, uni sotish bilan shug'ullanishgan. O'g'rilar boshida Mirlan ismli mahalliy turg'un bo'lgan, u sheriklari bilan birga ishlagan deb aytiladi bayonnomada. Qo'lga tushganlar oldin sudlangan emas, ayni damda tergov ishlari olib borilmoqda. Juqori Kengash deputatlari bugun yozgi ta'til oldidan oxirgi majlisga yig'iladi. Nihoyasida Juqori Kengashning 4-yig'inining navbatdagi sessiyasi rasmiy tarzda yopiladi. Deputatlar ta'til oldidan bir necha marta navbatdan tashqari majlis o'tkazib, qonun loyihalarini qarab chiqishdi. Bugungi kun tartibida bir qator xalqaro hujjatlarni ratifikatsiyalashadi. Ularning orasida fuqarolik, soliq kodeksiga, fuqarolarning askarlik va alternativ xizmatlari haqida qonun loyihalari bor. Parlamentariylar bu kunlari majlisning kun tartibida turgan qonun loyihalarini davlat uchun ahamiyatga ega bo'lgan bir qator masalalar yechimini kuzga qoldirishdi. Xalq vakillari sentyabrda kelib o'z ishini davom ettiradi. Juqori Kengashning 5-yig'ini o'z muddatini kuzda yakunlaydi. Sababi oktyabr oxiri noyabrning boshida Qirg'izistonda parlament saylovi o'tishi kutilmoqda.